Birinchi son Abu Ali bin Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi sizga boshqa texnikumlar bera olmaydigan imkoniyatlarni beradi. Dargohda talabalar ko'plab tibbiyotga oid bilimlarni o'rganishlari mumkin. Bu yerda siz birgina hamshira, feldsher yoki laborant bo'lib chiqmaysiz, balki zamonaviy bilimga ega, mustaqil fikrlay oladigan va o'z kasbini yetuk mutaxassisga aylanasiz. Yuqorida sanab o'tilgan sohalarni siz 5-6 yilda emas, balki 3 yilda puxta egallaysiz. Chunki har bir nazariy dars amaliyot bilan birgalikda olib boriladi. Bir narsani o'rgandingizmi, uni albatta amaliyotda ham qo'llab ko'rasiz. Amaliyotlardan tashqari, bo'lajak shifokor bo'lganliklari uchun bemor bilan muloqot qilish tartib-qoidalarini ham o'rganishadi. Ushbu texnikum o'quv jarayoni zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodikalarga asoslangan. Darslar interaktiv amaliyotga yo'naltirilgan va zamonaviy mehnat bozoriga mos holatda tashkil qilinadi.